Shoh Kashmiriy rahimahulloh. Hindistonning buyuk olimlaridan bo'lgan ushbu zotning hayotlari hammamiz uchun ibratga to'la. U zot ilm uchun, islom ummati uchun shunday katta xizmatlarni qilganlarki, hozirgi kunda u zotning xizmatlaridan hamma musulmon olami foydalanib kelmoqda. U zotning hayotlaridagi ba'zi ibratli voqealarni, holatlarni o'rgansak, albatta hammamiz uchun o'rnak, namuna bo'ladi. Buyuk Hind ulamolaridan Anvar Shoh Kashmiriy yoshliklarida ota-onadan yetim qolib, Dehlidagi Shohjahon qurdirgan masjidda tilanchilik qilgan ekanlar. Bir kuni u kishining oldilariga bir boy inson keladi va aytadiki, o'g'lim, turishingdan juda zakovatli bolaga o'xshaysan. Ilm o'qimadingmi? Bolakay, ilm o'qitgani mening ota-onam yo'q, deb javob beradi. Men hamma xarajatlaringga kafil bo'laman. Ilm o'qiysanmi? deya bolakayni yetalab ana shu davrning buyuk olimlaridan biri bo'lgan Mahmud Deybandiyning huzurlariga olib keladilar. Mana shu bilan ilm o'rganishga kirishgan Anvar Shoh Kashmiriy rahimahulloh buyuk olim bo'lib yetishadilar. Anvar Shoh Kashmiriy aytadilarki, u kishining qanday ilmda dengiz bo'lganlariga mana shu gaplarning o'zi kifoya. Men deydilar, 137 mingta kitob o'qidim. Farazan, agar Deyband kutubxonasini kimdir yoqib, kul qilib yuborsa ham zarracha parvo qilmayman. Chunki u yerdagi kitoblarning hammasini yodlab olganman. Anvar Shoh Kashmiriy bir yili hajga kelganlarida bir odamda nodir bir kitobni ko'rib qoladilar. Unga aytadilarki, shu kitobni menga bir yilga berib turing, keyingi yil hajga qaytarib olib kelaman. Men buni Deybandda borib chop ettirib ko'paytirib olaman deydilar. Kitobning egasi esa kitobni bera olmayman. Bu nodir nusxa va shuningdek menga kitob musannifi tomonidan o'z dastxati bilan sovg'a qilingan deydi. U holda bir kechaga berib turing deydilar. Va Anvar Shoh Kashmiriy bir kechada, ya'ni bir kunda 500 sahifalik kitobni yodlab oladilar va kitobni qaytarib olib kelib beradilar. Keyingi yil hajga kelganlarida Deybandda bostirilgan bir nusxani olib keladilar. Ana shu kitobning nusxasini asl kitob bilan solishtirilsa, hatto undan mukammalroq, undagi ba'zi xato kamchiliklar to'ldirilgan holatda chop etilgan bo'ladi. Anvar Shoh Kashmiriyning Qur'oni Karimga bo'lgan ixloslari va Alloh taoloning u zotga bergan karomatlaridan yana biri shu ediki, u zotning o'zlari hikoya qiladilar. Alloh taolo menga shuncha zehn ato etdi-yu, lekin Qur'oni Karimni yodlashni nasib etmadi. Har yili Ramazonda 30 kun e'tikof o'tirib, Qur'oni Karimni xatm qilaman deb niyat qilaman. 30 kun ichida 30 sahifa Qur'on o'qiy olaman xolos. Bir oyatni o'qishim bilan Alloh taolo mening ko'z o'ngimda cheki yo'q dengiz paydo qiladi. U yerdagi durlarni teraman deb shu darajada kirishib ketamanki, natijada yana xatm qila olmay qolaman. Shuning uchun ham men Qur'oni Karimni yodlay olmadim deydilar. Anvar Shoh Kashmiriy Sahih Buxoriy kitobiga Fayzul Boriy degan sharh yozib, mashhur bo'lib ketgan vaqtlarida dunyoning eng mashhur ulamolari, ular orasida ana shu davrdagi eng mashhur muftiy bo'lgan Misr muftiysi Rashid Rizo ham bor edi. Mana shu ulamolar jami 300 nafar bo'ladilar. Hammalari Anvar Shoh Kashmiriyni ziyorat qilgani keladilar. 300 nafar olim bilan devorga suyanib so'rashib bo'lganlaridan keyin yig'lagan ekanlar. Shunda Rashid Rizo yig'i sababini so'raydilar. U kishi aytadilarki, bir paytlar men shu yerda gadoylik qilardim, ya'ni Shohjahon masjidida. Bir paytlar menga non bermagan bu go'shada ilm sababidan bugun dunyoning eng zabardast olimlari qo'limni o'pdi degan ekanlar. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Bunday darajaga erishishlarning sababi albatta ilm, islom uchun qilgan xizmatlari bo'lgan. Anvar Shoh Kashmiriy rahimahulloh milodiy 1875-yil tug'ilib, 1933-yil vafot etganlar.
Hindistonning buyuk olimlaridan biri bo'lgan Hakimul Ummat nomini olgan Ashraf Ali Tahonaviy aytadilar: menimcha islomning haq din ekaniga Anvar Shoh Kashmiriyning musulmonlar safida ekanining o'zi kifoyadir. Zotan u kishi egallamagan biror bir ilm qolmagan. Har qachon Anvar Shoh Kashmiriy yonimga o'tirsa, u kishining ilmi zalvoridan meni hayajon bosib ketar edi. Mavlono Anvar Shoh Kashmiriyning darsida bo'lsam, uni har bir so'zini kitob qilish mumkinligiga amin bo'laman. Men Mavlono Anvar Shoh Kashmiriydan juda ko'plab manfaatlar oldim. U kishiga bo'lgan chuqur hurmat qalbimdan joy olgan deydi. Said Ataulloh Buxoriy shunday deydilar: sahobalar karvoni o'tib ketishib, ortlaridan Anvar Shohni qoldirdilar. Akobir ulamo deyban kitobida. Shayx Shabbir Usmoniy aytadi: Anvar Shoh hazratlari Alloh mo'jizalaridan bir mo'jiza, Allohning odamlarga hujjatlaridan biridir. Agar mendan Misrlik yoki Suriyalik insonlar Hofiz ibn Hajar Asqaloniy, Shayx Azizuddin ibn Salomni ko'rganmisiz deb so'rashsa, ko'rganman deb ayta olaman. Zotan men bu ulamolar ilmini jam qilgan Mavlono Shayx Anvar Shoh Kashmiriyni ko'rganman. Mavlono Said Ahmad aytadi: Mavlono Anvar Shoh Kashmiriy hazratning hadis darslari mutaqaddim muhaddislarniki kabi edi. U zotga boshqa ustozlarim kabi qattiq hurmat qalbimdan joy olgan edi. Ya'ni mutaqaddim ulamolar deganda Imom Buxoriy, Imom Muslim, hatto Abu Hanifa, Imom Shofiiy, Imom Ahmad kabi muhaddis va faqih ulamolarni tushunamiz. Yaqin o'tmishda o'tgan Anvar Shoh Kashmiriy rahimahullohga esa zamondosh olimlari tomonidan ana shunday darajadagi yuksak unvonning berilishi u zotning naqadar buyuk ilm sohibi, hatto islom ilmining dengizi bo'lganlarini bildiradi. Mana shunday zotlarning hayotlaridan o'rnak olib, ilmga sadoqatimizni, hayotimizni bag'ishlashni, musulmonlarning xizmatiga bel bog'lashni Alloh taolo hammamizga nasib etsin va hammamizga mana shu zotga o'xshash ilmni foydali yo'lda sarflash, shogirdlar chiqarish, kitoblar yozish va shuningdek ilmni go'zal ravishda tarqatish ne'matini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.